olun, Hüssamboz, Rakkasa kız diye davramıza Rakkasa kızımızdan çoğalıp olamız. Marhamat.
من ayağında gözüne kıstığına bir imanı kesin. Kalbim koca kimde min ayağında gözüne kıstığına bir imanı kesin. Şeydacının lavatörler anında bir cilve yapalım mazanı kesin. Şeydacının lavatörler anında bir cilve yapalım mazanı kesin. Rahmat. Rahmat. Azizlar, mana yaxshi niyatlar bilan, yaxshi istaklar bilan bugungi davramda ochgan ilohladik. Yana bir bor xonadon sohiblarini ko'zlaringiz oydin, to'ylar muborak bo'lsin, galli muborak bo'lsin deymiz. Mana bugungi davramizda, bugungi to'yimizda to'y dasturxonlarini noz ne'matlar 23 tonna tortildi. Yanglar shularni haq qilmasa davramiz bilan mulla bobomizdan o'zlarini bir duo fatvo bersak, keyin davramizni davom qilsak. Mulla bobo, marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله زدتمنا وسكن وجعلنا من المسلمين يلمش tamamlı okunmuş kelamın sağlığı sabırasından bahramat kılvarsan mana Batır Vayni Kuvançını şakıda bulup oturgan ekanmiz meş kursanta barda alab Batır Vayni qarindosh urug'larini şu orada oturgan hamma barchani shu kelin bilan tinch qalbidan tabriklayman. Shu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Bismillahirrahmanirrahim. Allohumma anzilni munzalan mubarakan va anta xayrul munzilin. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat Alloh bergan duo bilan javob qo'shnimiz ham tilakdoshmiz. Bugun ulug'dir mehmonman, joy boring. Ko'shki ayvondan, shu baxtiyor xonadondan arka bir gelin joy oldi. Nozli bir gelin joy oldi. Ta'zim qilar ostonadan, qarab turing bo'stonadan, oltin tilla koshonadan arka bir gelin joy oldi. Nozli bir gelin joy oldi. Yetsin mudom vaqtina, suyanib doim taxtina, kiyov bo'lani baxtina arka bir gelin joy oldi. Nozli bir gelin joy oldi. Ovqat qilsa o'chog'indan, ta'mi yetmas dimog'idan, qaynonasining quchog'idan arka bir gelin joy oldi. Nozli bir gelin joy oldi. Azizlar, gelin bilan yana bir xonadon sohiblarini, sog'larni muborakbod qilganda yana navbatni sozlar, qo'shiqqa ko'ya borsak. Davramizda siz azizlarni, mana shu davrada o'tirgan xonadon sohiblarini, qarindoshlarni, qadrdonlarni, amma, xolalar, doylarni taklif qilamiz. Qolaversa mana bugun davramizda asosiy sabablar bo'lmuş yig'imiz Bakturdining joylarini kelamiz. Ozoxona deganlar ham davramizda chorlab qolamiz. Davramiz sizlarga muntazirlar. Marhamat, to'yimiz davom qiladi. Yana navbat san'atkorlarimiz bor. Marhamat. Gülüşlerge, şahane gülüşlerge, rengini korup kuruşlarge, tola kaşa gülüşlerge, gözüm ise yamanlar ey, nişane beni tamam aman. Gözüm ise yamanlar ey, nişane beni tamam aman. Muhabbetin kulufu kulundan, yüreğimde zülfü kulundan, muhabbetin kulufu kulundan.
güzel baktım güler yarım çiğsen yüzleri kırmızı tüller yarım yıldızım çiller kırar yarım çiğsen aşık gözüm görünce müştak güzel baktım güler yarım çiğsen
Katta rahmat sanatkorlar. Sanatingizga sanat, ovozingizga ovoz, ijodingizga ijod tilaymiz. Aziz do'stlar, mana yaxshi niyat bilan, yaxshi tilaklar bilan bugungi davramizni ochib e'lon qildik. Har bir narsaning chegarasi, poyoni, ibtidosi, intihosi bo'lgani kabi davramiz niholab oxirlab qoldi. Yana bir bor xonadon sohiblarining ko'zlaringiz oydin. To'ylaringiz bo'lmasin, to'ylar muborak bo'lsin, galing muborak bo'lsin deymiz. Aziz do'stlar, galinlarning davolamur o'zlarini yaxshi tilaklarni, istaklarini farzandlarni, o'g'illarini, qizlarini bildirish uchun qolaversa bugungi davramizda xizmat qilgan barcha san'atkorlara, choychilara, to'g'rilara dil so'zlarini, minnatdor so'zini bildirish uchun mikrofon yonidan xonadon sohiblarini taklif qilsak, Botiroy, marhamat. Yaxshi hurmatli munosablar, so'zlaganlar uchun hammaga rahmat. Rahmat, Botiroy, yana yo'zlaymiz. Mana shu o'zlarining yaxshi tilak istaklarini boshlaydilar. Sho'ravaslar Somoyon. Rahmat Botiroyga hurmatingiz uchun. Yana to'y bir juda bir yaxshi bo'lib so'g'layotir. Yana to'yda boshlangandan 2 soatdan oshdi. Bu to'yda hozirgi vaqtda o'tkazishdi, o'rtani bir yere keltirishdi o'zi bo'lmaydi. Ayniqsa mana gelina uzoqroq joydan ekan. Bu yerda el otdi bo'lgan bir-birine mehr muhabbati, qarindosh bo'lganni, havo qo'nishini, bir-birine bo'lgan mehr muhabbati mana shundan ham ko'rinib turibdi. Mana Mataqib ekan boshchilik elotganlar shu yerda brigadalari juda bir yaxshi xizmat qildilar. Mana kechadan beri shu yerda xizmat qilib turibdilar. Rahmat bular ham Botiroyga siz nomingizdan aytamiz. Qolaversa mana Bayram akam aytgandek, bir yaxshi san'atkorlari, ukalari Ravshanbek boshchilik bugun mana san'atkorlarimiz katta to'yda so'yapsizlar. Sizlarga rahmat. Juda bir yaxshi so'zingizni qo'ydi. Navbatga sakizam sal uzoq tartibimizdan sal narxda keyingi zamonda ular qo'yasizlar. Ravshanbek yaxshi. Qolaversa mana video çekemiz Ashirov. Şu qishlog'imizda har kun to'y bo'lsa har kun bor. Sana rahmat. Buni o'zi bo'lmaydi 3-4 soatlab shu video kamerani 2 kunlab ko'tarib yurishdi. Qolaversa mana diktorimizdan o'zlaridan kelgan bir yaxshi inson, ammo to'ylarimizni yaxshi o'tkatir. Mana shu bizlar qishloqda tartib intizomni juda yaxshi tushunib qolgan. Men oldingi to'ylardan aytdim. Siz ham shu Botir akamdan xonadon nomidan rahmatlar aytamiz. Ammo shunday yaxshi kunlarda siz ham to'ylar olib borish muyassar qilaversin. Qolaversa mana povurlarimiz İbrahim akam o'zi bir kolxozda shu suzma pishirish bo'yicha, mazal taomlar tayyorlash bo'yicha İbrahim akam ham shu kattadan katta shu yerda o'tirgan to'y qatnashchilari nomidan rahmatlar aytamiz. Hamma Botir akam xonadonda to'y bo'lsin, shu elimizda, yurtimizda to'y bo'lsin. Shu kelasi kunlarda ertaroq o'g'ilmi, qizmi, farzandlari bo'lganda tabriklab o'tirish nasib qilaversin. Qolaversa shu Bayram akam bir so'zni to'g'ri aytdi. Bizga shu bir elatqonlari, bir molla bo'lari chaqirib suhbatlashali, bir maslahatlashali deb o'tirib edik. Endi shuni 2-3 kun ichida bir o'tkazamiz. Shu milliy kiyim to'g'risida. Haqiqatda to'g'ri gap. Endi bu har kimning o'zini bir narsa bo'lish kerak-da. Mana shu to'ydan esdalik bo'lish kerak. O'zini to'ni, o'zini ko'ynagi, o'zini to'ppisi, to'yga borganda kiyib borsa shuni gelin ekani shundan ko'rinib turadi. Chaqiriqlar shuni kiyib borsa, bu bugun kiyib, ertaga yana biri kiyib, to'g'risi buni sanitarniy, meditsinskiy tomonlarni ham sal hisobga olishimiz kerak. Qolaversa bu iqtisodiy ahvolimiz ham hozir to'g'ri kelmaydi. Ayrim to'ylarda aytadilar 40 ming, 50 ming deb. Ayrim to'ylarda 100 ming deb aytadilar. Shu kiyimdan shu ansat gap emas endi. Bunga ota-onalar hurmatli qiz chiqarayotgan. Ayniqsa sizlar shunga bir e'tibor qilsangizlar, Mataqib aka. Bundan keyin de shuni o'tamiz. Xudo qalasa, keyingi to'ylarimizda kelinglar shunday libos bilan chiqsa. Hammangizga Botir akam nomidan kattadan katta rahmatlar aytamiz. Rahmat katta.
Yine bir rahmat Rustam Bey. Sağ olun, aman bulun. Mana şu kışlanız fakat toygana olsunumuz. Azizler, yana bir var, to'ylan var, sadar bilan bugun davramizda asosiy savatlarni o'zlarini usul raqiblar qolib, davramizda san'atlar va xizmat san'atkorlarga o'zlarini taqdim etadi. Marhamat, to'ylar muborak. Sen yapacağım da sağ olun. Bunu var edin. Yapma şöyle. Yapma şimdi. Her vakit şimdi yaş oturduğunuzda. Dur oturma. Kal gelmek kelime kaç. Hem benim gelsin. Yok yok hocam taşa atayım da durun. Kimdeyin ne kelime? Kimdeyken bu kapalı? Sağ. Sağ. Beşini uzattın yok şimdi he. Kulağa karab sattılar bu ağzına. Yok, oynat bu kadar. Ben böyle. Evet sen lan. Ciddi şey mi? Bizi koşmadan Kaçın beden yok. Hani şimdi bunu alıp durup basana. Yok. Daha yiyin yerde. Siz özünüz yanınızda durup yol yorgun atıp durup. Kal. Cıbrullah. Hem meğatten aytam alakır. Yeri kökler ki Allah Teala cıp taraf. İn in. Bunların olarak
Adam atağa cipsa. Havaya neye cipsa. Soyak boğar ruh fakirine cipsa. Meşri vatandı ruh fakirine cipsa. Bobatan ruh fakirine cipsa. Ullenen ruh fakirine cipsa. İndi kayakası. Batırmaya cipsa. Allah dereke. Cem cipsa. Allah açık kalazlara. Rozvay daysına. Şükret, şükrezer. Zirayim cipsa. Hatavat kurandırdı. Allah dayısı. Şimdi dereke. Dereke size. Kuturalar mı Şu diğer kıyısımızı baş aşağı dili yumuşak. Gücümdü saya üzümdü meyve verge. Batırvay bilen büyücene hizmetleri burada. Geleci şu illeden erterak şu kudalarımız koşadan koşa beşiklerine etkili verge. Alınvay, selam, atavay, sana toy demek var. Çakan denmesi. Kaçırıp Yok burada damatım valla geçirip. Hareketler değil bana. Ya konuda telefon ne? Ya bu ne ki? Bu ne? Patayaklar bir ege. Durun. Malay satın alsın. Çünkü başka böyle de nergize. Ana akan aparelho, akan in. Ali pekte. Yeğene nam verin. Namlı olsun. Kokuna nam ver. Bir şey siz açmışsınız. Cümlesine cipsen selam. Aytın. Kokusuna gözünün çıklarına gül mamasına çıksalar. Gece gündüz o etken, tapkanını tu etken, büyüyeceğim kaynanesine çıksalar. İki yolun ortasında katlanan, kudalara baksalar. Dermancan enesine çıksalar. Herkes videonun başına teşekkür Yürü korkut başlarım. Enesine çıksalar. Katlama pekinde yapılan, emmesine çıksalar. Kayınbikesiniz bu? Kayınbikesine cüpsanam. Tursuna enesine cüpsanam. Tuğladı yıkıra hürmette de durgan. Enecun emmesine cüpsanam. Asman dağı aydın kapı dağı madin nesibi enesine cüpsanam. Yügüre tuğlu hizmetlerini yalan ruhiyeci enesine cüpsanam. Enecun enesine cüpsanam. Asman dağı aydın kapı dağı madin kuda bu cümegül kudağa cüpsanam. Ziyada halasına cüpsalam. Asman dağı aydın kası dağı madin kumrucan enesine cüpsalam. Rimecun enesine cüpsalam. Ayşecan enesine cüpsalam. Sen onu sen yürümeyin.